Reni qanaqa qilamiz? Reni javob ham ko'ramiz. Yana nima qilamiz? Sizlar tengi vibratsiyada nima qilamiz? O'shani aytganda Shunaqasi urush etiladi. qo'shgan qo'yiladi. Dilni tepaga qilib, Hop. Aziza, aytbering menga to'liq qilib, men tushuntirganimdek qilib. Reni postanovkasini. Siz telefon diksionariga qarab, uchta to'qqiz soat. muhimroq gaplarni gapiring. Yo'q, qarang, YouTube'ga yozsangiz, siz aytayotgan usulingiz chiqadi, dedi. Hamma biladi-da. Nimaga kelib pul to'lab, menda o'qidinglar, ana qo'shimcha bilim olish uchun o'qidinglarmi? Qani shu bilan? Kerak emas menga artikulyatsiya mashqini gapirmang. Men Reni postanovka qilishni 20 minut o'rgatdim sizlarga. Bitta dars o'zida usullari ko'p emas edi, etaplari bor edi. Qani kim menga o'shani aytadi? Nima chiqdi deyman? Nomida shu. Chiqib ketasiz. Kim o'tirmas. Nimalar hozir gapiringchi nima deb. Qachqani tilini tiyib qo'yib. Mana o'rgatmagan. Daftar ochdi. Reni postanovka yaxshi ham yozuv olguninglargacha ham tutib turganman. Ani bilar ekan. Esimga keyingi part ikkita aytgandan keyin. Yozganmisiz? Nima deb yozgan ekan? To'liq yozgan ekanmisiz? Ha? DDDni hech o'rgatadi sizlar. DDDni kursga pul to'lamasanglar ham bilasizlar. YouTube'da chiqilib yotdi. Hamma logoped repostanovkada faqat shuni o'rgatadi. Hech kim sizga mana etapini o'rgatmaydi. Shu narsani ilib olmaysizlarmi? Nimaga bundaga o'xshamaydi? Kim aytadi menga? Qani chiqib olgan ham bilmayapti-ku. Menga bayram emas lekin. Очередной stress menga.